Assalomu alaykum. Xo'p, bugungi videoda xudo xolis biza gap filling savol turlarini qanaqa qilib 100% to'g'ri topish va undan tashqari javoblarni qidirish vaqtinglarni keskin qisqartirish haqida shu tiplarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda esingizda tursin, gap filling yoki deylik summary completion savol turlari har doim ketma-ketlikda keladi. Ikkinchi navbatda biza mana bu yerga qo'yilishi kerak bo'lgan so'zlar shaklini topib olishimiz kerak. So'z shakli noun, adjective, verb deb bo'lishi mumkin. Va uchinchi navbatda savoldagi keywordlar topiladi va o'sha keywordlarni tekstdagi sinonimlarni qidiramiz. Shu narsa Alloh nasibsa sizlarga konkretni yordam beradi. Endi qani vazifani bajaramiz. However, a text on vessels transporting bir narsa to Rome resulting calls for the piracy responsible. Ya'ni mana shu qayiqlar bo'lgan ekan. Bu qayiqlar Rimga nimadir olib ketgan va shu qayiqlarga hujum bo'lgan. Bu hujumni piratlar qilgan deyilyapti. Va shu pirat, mana shu hujum qilgan piratlarga nimadir talab qilingan. Biz ikkinchi navbatda nimani topdik? Biz mana shu bo'sh o'rinlarga qanaqa so'z turkumi? Bu yoqqa nounlar kerak ikkala holatda ham. Va keywordlarni hozir topib olamiz, xudo xolisa. Keywordlarimiz masalan vessels transporting bo'ladi va undan tashqari in calls for. Mana shu ikkita narsa keyword hisoblanadi. Vessel degani endi qayiq bo'ladi. Tekstda bu joyi masalan mana ships va srazu javobini yozamiz. Ships nima olib ketgan? Ular grain olib ketgan. Ya'ni urug' olib ketishgan. Mana grain olib ketishgan va undan tashqari in calls for, ya'ni demand, talab qilinyapti. Nima talab qilinyapti? Punishment talab qilinyapti ularga. Albatta jinoyat va jazo degan narsa bor. Javobi juda oddiy va lo'nda deganlarda. Xo'p, endi video agar sizlarga nima deydi, yordam bergan bo'lsa, albatta bu narsani sahnaga tiqib qo'yinglar, o'rtoqlar bilan she'r qilinglar, IELTS o'rganayotgan, qiynalayotgan bolalar bilan. Va uyga borib nima qilamiz? IELTSni